Hamma iPhone'lar bitta videoda. Qani ketdik. Hamma knopkali telefonlar ortidan quvgan bir payt 2007-yil Steve Jobs birinchi iPhone 2G smartfonni dunyoga taqdim qildi va knopkalar davrini yopiq deb e'lon qildi. Videoga olish funksiyasi bo'lmagan. Xotirasi 128 megabayt bo'lishiga qaramasdan iPhone 2G ning o'sha paytidagi eng katta fishkasi sensor ekran edi. Knopkali telefonlar uchun bu albatta shok. Qolaversa narxi ham $500 bo'lgan va hamma hate qilgan. Smartfonda hattoki aboylarni ham o'zgartirib bo'lmasdi. Lekin shunga qaramasdan iPhone smartfonlarni erasini ochib berdi. Boshqalar esa shunchaki kopирование qildi. Ko'chirishdi. iPhone 3G xarakteristika bo'yicha eskisi bilan bir xil bo'lgan. Yagona farqi 3G tarmog'ida ishlay olish. Faqatgina shu fishkasi uchun $100 ga qimmatroq qilinib 2008-yilda taqdim qilindi. 1 yildan keyin iPhone 3GS chiqdi. O'sha paytda Steve Jobs kasalligi sababli katta taqdimot bo'lmadi. Shu sababli birinchi S seriyasidagi iPhone yangi kuchli protsessor, videoga olish imkoniyati va ovozli assistent kabi funksiyalari borligini odamlar internetdan yoki do'stlardan bilib olishgan. 2010-yilda Steve Jobs o'z hayotidagi oxirgi iPhone'ni taqdim etdi. U legendarniy iPhone 4 edi. Bu iPhone o'zining dizayni, orqasidagi shishasi va screen recorder funksiyasi bilan hammani lyubimchikaga aylandi. 1 yil keyin chiqqan iPhone 4S ham shunaqa. $650 evaziga sizda Full HD da video olish imkoniyati va Siri ovozli yordamchisidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 2012-yildan boshlab iPhone'lar Lightning bilan chiqishni boshladi. Ya'ni iPhone 5 dan. Uni korpusi alyuminiydan, ekrani esa 4 dyumga kattalashgandi. Lekin tez qirilib shikastlanardi. iPhone 5S esa yaxshiroq batareya, protsessor hamda barmoq izi skaneri bilan chiqdi. 2014-yilning sentyabr oyida to'rtburchak iPhone'larni boshqa chiqmasligini tushundik. Chunki iPhone 6 ning qirralari silliq edi. Ekrani 4.7 dyum, 6 Plus'da esa 5.5 dyum bo'lganligi odamlarni smartfonda video ko'rishga o'rgatib qo'ydi. Yaxshi-da endi yangi videolar ko'rish uchun kompyuterga yoki kinoteatrga borish shart emas. iPhone 6s 2015-yilda yangi protsessor, 3D Touch, 4K video olish kabi yangi fishkalar bilan chiqdi. 6 Plus esa shunchaki bahotroq bo'ldi. Yana 1 yildan keyin iPhone SE chiqdi. Qanaqadir wow narsalari bo'lmagan. Naborot batareyasi biroz kuchsizroq bo'lgani minus edi. Haqiqiy revolyutsiya 2016-yilda iPhone 7 ko'rinishida chiqdi. Nimaga deysizmi? Hozir tushuntirib beraman. Mana masalan, suv va changdan himoyalanish, stereo kolonkalar, home tugmasi sensorli bo'ldi, 3,5 mm audio port olib tashlandi. Ha, oxirgisi 2016-yil uchun fojia edi. Lekin shunga qaramay iPhone 7 fanatlari haligacha ko'p. Aytgancha, sizga qaysi iPhone ko'proq yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ikkita kamera birinchi bo'lib iPhone 7 Plus ga o'rnatildi. Bundan tashqari $769 evaziga siz 2x zoom, stereo dinamik, suv o'tkazmaslik kabi fishkalarga ega bo'lasiz. Bo'ldi. iPhone 7 ning S versiyasi yo'q. Shuning uchun 2017-yilga, ya'ni iPhone 8 ga o'tamiz. 8 ning 7 dan farqi ko'p emasdi. Orqa materiali shisha, simsiz quvvatlanish imkoniyati va albatta yangi protsessor. iPhone 7 dan boshlab S versiyalari chiqarilishi to'xtagan bo'lsa, iPhone 8 dan keyin esa Plus versiyalari ham chiqishi to'xtaldi va iPhone 8 Plus bu davrni yakunlab berdi. iPhone 8 bilan nafaqat Plus, ya'ni tugmali iPhone'larni ham davrini yopamiz. iPhone 10 ya'ni iPhone X. Ha, aytgancha, iPhone 9 nimaga chiqmadi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. X seriya shishali orqa korpus, yangi dizayndagi kameralar va eng muhimi Face ID bilan kutib oldi. Yuz skanerlari ichida Face ID ga yetadigani yo'q. O'zingizlar ham bilasizlar. Ko'z o'ynaydamisiz? Shapkadami? Yoki protivogazdami? Или вообще bolalar sizni urib tashlashdimi? Ko'zingiz ko'karib qoldi. Baribir sizni Face ID tanib oladi. Faqat uxlab turganingizdan keyin emas. U payti sizni uydagilaringiz ham tanimay qoladi. Manda shunaqa. Face ID smartfon tepasidagi mana bunaqa go'zal va ajoyib cho'lkaga o'rnatildi. Aslida iPhone X rostdan ham legendarniy smartfon. U haqida biz batafsil video chiqarganmiz. Mana bu yerga bosib ko'rsanglar bo'ladi. iPhone X kichkina bo'lgani uchun 2018-yilda XS versiya kattaroq qilib chiqarildi. Bo'ldi. Razmeridan boshqa qanaqadir qiziq narsa yo'q. XS Max esa 6.5 dyumli ekran bilan chiqdi. Birinchi marta oltin rang aynan X larda paydo bo'ldi. Yana bir qiziq tarafi iPhone X ning Gonkong versiyasida edi. Aniqrog'i ikkita SIM karta o'rnatish imkoniyati. iPhone XR kimdir eslaydimi? U o'zi nima bilan ajralib turishi haligacha tushunmayman. Faqat batareykasi kuchliroq bo'lishi mumkin. iPhone 11larning paydo bo'lishida ham plus, ham minus bor. Yaxshi tarafi yangi dizayn,
hammadan ajralib turadigan noodatiy kamera bloki. Lekin bir marta qilingan yaxshi dizayn butun umr ishlatilishi kerak degani emas-da. 11 da ham shu dizayn, 12 da ham, 13 da ham, 14, 15. Qachon endi boshqa narsa ko'ramiz, iPhone 11larning kamera dizayni va orqa panelini hisobga olmasa, boshqa ko'zga ko'rinadigan joyi yo'q edi. Kuchli protsessor, yaxshiroq kamera, yaxshiroq yana nimadir, qanaqadir texnologiya 16.73% ga kuchaytirildi. Oxirgi yildagi iPhone taqdimotlari mana shunaqa bo'lib qolgan. 2020-yil biroz qiziqroq bo'ldi. iPhone 12 dan oldin Apple iPhone SE ning yangi avlodini chiqardi. Katta prezentatsiya bo'lmagan bo'lsa-da, yaxshigina shov-shuv bo'ldi. Smartfonni o'ziga kelsak, siz $400 evaziga iPhone 11 protsessori va iPhone 8 korpusini birlashtirilgan versiyasini olishingiz mumkin edi. Bo'ldi. Shu o'sha yilning o'zidayoq yana bitta to'rtlik iPhone 12, 12 mini, 12 Pro va 12 Pro Max. Hammasida OLED ekran, o'tkir qirrali dizayn, orqasi matviy bo'lib chiqdi. Lidar 3D skaneri paydo bo'ldi. iPhone 13 tashqi ko'rinishdan va boshqa taraflardan 12 dan deyarli farq qilmaydi. Kameralar joylashuvini X shaklida qilishdi. 12 dan ajralib turish uchun. 13 ga chiqib telefonlar bo'yiga yoki eniga emas, balki umuman hajmi kattalashni boshladi. Odamlar og'ir, qo'lga noqulay, semiz deb nolishni boshladi. Lekin baribir shunga qaramasdan biza sotuvaveramiz. Har yili rekord sotuvlar. Odamlarni tushunmayman to'g'risi. Ikki og'iz iPhone SE 3-avlod haqida gapirib o'tsak. U shunchaki mavjud. Kim uni ishlatadi, kimga kerak, hech kim bilmaydi. Men ham bilmayman. iPhone 14 dagi yagona o'zgarish Dynamic Island. Bo'ldi. Yoki yana boshqa qiziq narsalarni bilasizmi? To'g'ri, mayda fishkalar bordir. Lekin takoy себе. Hamali, kamerasi yaxshiroq, smartfon kuchliroq deylik. Lekin Dynamic Island bo'lmaganida bu iPhone 13 ning kopiyasi bo'lib qolardi. Xuddi iPhone 15 ga o'xshaydi. iPhone 13, 14, 15 ga qarab Apple xuddi yalqovlashib ketayotganga o'xshaydi. Bir-biridan uncha farq qilmaydi. Lekin boshqa tarafdan o'ylab ko'rsak, odamlar baribir sotib olyapti-yu. Конечно, o'zini yangilik qilib qiynab o'tirmaydi. Sotilayotgan paytda soqqani bosib olish kerak bo'ldi. Dynamic Island faqat 14 Pro va Pro Max da bo'lsa, iPhone 15 larning hammasida bu fishka mavjud. Eng arzon versiyasida. Keyingi o'zgarish esa Action Button. Ya'ni mana bunaqa tugmani o'rniga endi mana bunaqa. Qalay innovatsiyalar? Zo'ra, ha aytgancha, Lightning ham olib tashlandi. Uni o'rniga iPhone'larda endi Type-C port. Bo'ldi. Qolgan mayda chuyda yangiliklarni hisoblamaganda bori shu. Mana videom tugadi. Meni ismim Ahror. Sizlarnikini bilmayman. Untiki. Bo'ladimi yo'qmi izohlarda yozinglar. Birinchi marta videoga tushishi bizda agar yaxshi bo'lsa, yaxshi desangizlar qoldiramiz. Bo'lmasa ketiga tepamiz. Yozamiz.